birinchi etapda yaxshi bo'ldi oyog'im. Mana hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Mana yaxshi yuryapman mana. Yurolmasdan kelgandim mana. Men Eshimova Mashkura 6 yildan beri oyog'i og'rig'i bilan kasallanib kelganman. Bormagan joyim, bormagan klinikam qolmagan. Xudoga shukr. Mana shuni anaqani YouTube orqali ko'rib keldim. Hozir Xudoga shukr, birinchi etapda yaxshi bo'ldi oyog'im. Mana hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Mana yaxshi yuryapman mana. Yurolmasdan kelgandim mana. Allohimga shukr. Qo'llari yengil ekan. Hammaga tavsiya qilaman. Kelinglar, ko'ringlar o'zinglar ham. Tasavvur ham qila olmayman. Yurmasam kerak deb o'ylagandim. Mana oyoqlarim yaxshi, zo'r. Hammaga kim oyog'i og'risa, hamma yaxshi bo'lib ketsin. Men yaxshiman. Men shu klinikani tavsiya qilaman, kelishinglarni. Zo'r, voобще zo'r.